Bu barchaga assalomu alaykum akalar, sizlar bilaman Raziman va kanalimga obuna bo'lib videoga like bosib qo'yiladi. Videoni boshidan aytaman. Bugun cho'tka video bo'ladi albatta. Bugun biz life hacklarni, ya'ni Minecraftdagi har xil life hacklarni sinab ko'ramiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lib like bosing. Bu kanalimdagi birinchi video. O'ylaymanki, mana shu videoni o'zidan anchagina obunachi keladi. Obuna jalq emas. Bitta obunani bossanglar sizlardan hech nima kam yemaydi. Men esa juda ham xursand bo'lardim. Xullas, bizda birinchi life hack hozir ekraningizga qo'yib o'taman, o'zingizlar ko'ringlar. Biz endi bu life hackimizni mana bunaqa oq blokdan qo'yib chiqyapti. Tomon, bu tomonga 4 ta, bu tomonga 11 ta. Keyin mana bunaqa temir yo'l, mana bunaqa chiroq atrofini o'rab chiqyapti. Va buni qo'ydi va wow! Juda ham zo'r. Biz buni sinab ko'ramiz. Endi bizga kerakli narsalarni olamiz. Va bizga hozir bitta kerakli blokni oldim. Mana endi qurib chiqsam bo'lgani. Qurib oldim, mana endi kerakli narsalarni olsam bo'ldi. Va kerakli narsalarni oldim, ana endi qurib chiqamiz. Va oxirgi ish, buni bosamiz va buni itarib yuboramiz. Ana endi nima bo'lganini bilish uchun obuna bo'ling. Va life hack o'xshadi, albatta o'xshadi. Buning uchun o'xshagani uchun like bosing, o'xshamagani uchun komment yozing. Va men tun qilib ko'rdim, tunda keyin yana narsalar yarqi ko'rinar ekanda kechasi. Bizdagi keyingi life hack mana bunaqa narsa. Buni life hack ham deb bo'lmaydi, qanaqadir ajoyib narsa ekan. Mojangni sirimi, xullas bilmayman nima bu. Va bu mana bunaqa narsalar qildi. Menimcha bu videoni avval ko'rganman. Buni avval ham ko'rganman, lekin va buni biz ham bajarib ko'ramiz. Va men kerakli narsalarni tayyorlab bo'ldim va kerakli narsalarni ham oldim. Endi mana bu yo'l bo'lib qoldi. Yana paydo bo'lib qoldi. Mayli, bu lekin videoda unaqa ko'rsatilmagandi. Qayerni mana bu yo'llarga tosh qo'yib chiqish kerak edi, endi bildim. Ana endi mana bu yerni buzib, adashmasam buzib bitta blok qo'yamiz va buzib bitta blok qo'yamiz. Bizda qanaqadir toshlar paydo bo'lib qolyapti, o'xshamayapti. Mana bu yerni ham qilamiz. Lekin nima desam bo'ladi? 50-50 o'xshadi, xullas mana bu yerda tosh paydo bo'lib qoldi. O'xshadi desa ham bo'ladi. Deyarli o'xshadi bu life hack ham. Qani keyingisiga o'tamiz. Keyingi life hackda mana shu narsalarni qo'yamiz va asalli slime'ni qo'ysak va mana wow, buni agar shundan ham o'xshasa yaxshi bo'lardi. Hozir sinab ko'ramiz. Biz ham ikkita blok pastlab kazlaymiz va mana buni qo'yamiz va keyin ustiga suvni qo'yamiz va asal blokni qo'yamiz. Asal blokni qo'yganimizdan keyin biz mana buni o'rtasiga otib ko'rishimiz kerak. Menimcha o'xshamasa kerak. Hozir ko'rib olamiz. 1 2 3 bo'lmasam otamiz. Wow, o'xshadi, lekin bu tepaga ko'tarilmayapti mana. O'xshadi, lekin tepaga ko'tarilmayapti. Yaxshi o'xshadi, lekin tepaga ko'tarilmayapti. Agar mana buni buzib ko'rsakchi. Ana tepaga ko'tarildi. Вообще tepaga ko'tarilyapti. Va agar biz buni oldiga borib ko'radigan bo'lsak, уже teleport qilib tashlar ekan. Menga yoqdi, zo'r narsa ekan. Bu life hack ham o'xshagani uchun obuna bo'ling va like bosing. Hali bu videodan aktiv katta bo'ladi. Bo'ldi, sizlarga yana bitta o'zim bilgan life hackni o'rgataman. Bu hech qayerdan ko'rmadim, buni o'zim bilaman. Bu videoda o'rgatib ketishga qaror qildim. Mana bu anvilga mana bu nima desam bo'ladi, qo'yni tuqumini qo'yamiz. Keyin Spider-Man. Hop, Spider-Man deb yozmoqchi bo'ldim.
aqlli gapni qaranglar, Spiderman deb yozmoqchiman. Xullas, Jeb deb yozamiz, pastga chiziqcha qilamiz va bizda mana bu olamizda, keyin qo'ysak what va buni qo'ysak what the fuck va buni qo'ysak wow va nihoyat o'xshatdi. Men anchadan beri bu narsani qilib ko'rmaganimga esimdan chiqib ketdi, nima deb yozish. Baribir o'xshadi. Agar buni o'ldirib ko'radigan bo'lsak, bizga qanaqa jun beradi, mana bunaqasidan berdi. Hammaga xayr okalar, sizlar bilaman. Ready bo'ldi va bugun life hack video bo'ldi. Albatta video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling, kommentariyada keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Albatta katta patishka kutaman. Hammaga rahmat, hammaga xayr.